Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Sizlar bilan yana yuz ko'rishib turganimdan juda ham xursandman. Bugungi video fayl hajmini kichraytirish haqida. Bu bo'yicha so'rovlar ko'p YouTube'da. Menda ham oldin PDF faylini kichraytirish haqida video chiqargan edim. Juda yaxshi prosmotr ham bo'lgan. Va shu joyda mana so'rovlarda ham ko'rsatishim mumkin sizlarga. Yig'ib qo'yganman. Mana ayni e'tibor bering. Fayl hajmini kichraytirish deb qidirgan PDF hajmini kichraytir. Bu eng qizig'i PDF hajmini kichraytirish videosi. Mana 383 ta PDF hajmini kichraytirish deyapti. 629 ta fayl hajmini kichraytirish. Fayl megabayt kichraytirish, PDF kamaytirish, saqlash, uzatish uchun fayl hajmini kamaytirish kabi so'rovlar borda. Ya'ni faqat PDF so'ramayapti. Bular videoda papkalarni kichraytirish so'rayapti ko'pchilik. Va shu uchun ham, ya'ni rasm videolarda yoki papka holatida kichraytirib jo'natish, ya'ni hajm kichraysa, keyin uni ziplab kattaytirib ochib olsa ham bo'laveradi, zipni yechib. Yoki papka ko'rinishida ma'lumotlar ko'p bo'lsa, uni Telegramdan tashlay olmaysiz papkani. Bittalab tashlab berishingiz kerak. Shunaqa holatda nima qilsa bo'ladi? Oson yo'li ziplab qilsangiz bitta papkaga aylanadi. Zipni Telegramdan tashlasa bo'ladi. Men shuni sizlarga ko'rsatib bermoqchiman bugun. Zip va boshqa qismlar ham bor. Mana rejasini qilganman. Birinchi mana zip orqali papka razmerini kichraytirishni tushuntirib beraman. Keyin zip va rarni farqini tushuntirib beraman. Chunki ko'pchilik ziplab tashladi deganda aslida rar formatida bo'ladi, zip formati emas. No, ikkalasi bir-biriga juda yaqin. Shuni ham farqini tushuntiraman. Keyin TinyJPEG degan sayt bor. Rasmlarni hajmini kichraytirish, formatni o'zgartirmagan holda. Keyin oxirida sizga PNG-JPEG formatini ham tushuntirib beraman. Formatni o'zgartirib, konverterlar orqali ham videolarni, rasmlarni, joylarni kichraytirish mumkin. Agar PDF razmerini kichraytirish kerak bo'lsa, bu bo'yicha video bor kanalda. PDF razmerini kichraytirishda po'yishib bersanglar, menimcha YouTube'da oldi o'rinda tursa kerak. Mana qidirib ko'ramiz YouTube'da, misol uchun. Shu meni videom chiqarmikan. Agar PDF bo'yicha bo'lsa sizda savol, PDF faylni kichraytirish deb qidirdim. Mana birinchi o'rinda chiqyapti. 18 mingta prosmotr bo'lgan, 2 yil oldin qo'ygan. Mana rasmni eslab qoling. PDF faylni razmerini kichraytirish. Mashinaga kirsangiz, mana 8 mingta tushuntirib berganman. PDF razmerini kichraytirishni. Endi ziplash. Ya'ni bizda papka bo'lishi kerak. Masalan, fan dasturlar syllabuslar 2022-2026 degan mana papka bor ekan. Mana shu 631 megabayt bo'lyapti mana joyi. Sizga kichkinaroq bo'lishi kerak. Shuni men bunga mishkani o'ng tomonini bosib WinRARga kirasizlar. WinRAR papkasi uстановка qilib olgan bo'lishingiz kerak. Bu juda kichkina papka. Kichkina dastur, uzr, papka deyman. Kichkina programma. Lekin nima download WinRAR yoki WinRAR skачать Google'ga poyib berib kirasizlar. O'zim saytiga kirasiz. Tekinga bu saytda o'rganish, o'rnatish, bemalol o'rnatasiz bo'ladi. Mana shu yerda WinRARga kirib, mana добавить arxiv, ya'ni arxivlash, arxivirovать degani bu ziplash degani aslida. Mana добавить arxiv qilaman. Mana nastroykasi ochiladi. Siz tanlaysiz, mana formatlari bor. Format turlari. RAR bor, RAR 5 bor, zip bor. Mana siz aslida RARga format qilsangiz ham ziplangan bo'laveradi bu. Shu arxivlangan, ikkalasi ham arxivlanadi. Mana RAR qilsam, OK qilsam, mana bunaqa ko'rinishda bo'ladi. Mana bu papkani RAR format. Ya'ni siz mana papkani Telegramdan tashlay olmaysiz. Mana buni Telegramdan tashlay olasiz bitta fayl ko'rinishida. Endi mana bu razmeri ko'ramiz, mana 631 megabayt. Endi mana bu RAR formatida, ya'ni ziplangani 1.34 megabayt. Ko'ryapsizmi? Deyarli 5-6 barobar, yo 4-5 barobar hajmi kichrayapti. Endi buni RAR qilmasdan zip formatiga arxivlar ko'raman. WinRARga kiraman, добавить arxiv. Mana bu yerdan zipni tanlayman. OK. Mana e'tibor bersangiz, bunaqasi mana ikkalasi o'xshaydi bir-biriga juda ham. Farqini ko'ramiz mana. Birinchi RAR formatida 1.34, zip formatida 1.40, 1.41 ekan. Даже zip formati RARdan kattaroq bo'lar ekan. Endi buni boshqadan mana keldi, ko'chirmoqchisiz. Mana 2 marta bosib, mana ichidan papkani ochasiz. Shuni papkani ichidan shuni tashqariga ko'chirib qo'ysangiz ham chiqaveradi tashqariga mana fayllar.
Yoki mana bunga mishkani o'ng tomonini bosib, WinRARga kirib, извлечить fayl qilasiz. Mana извлечить, shunda mana bu OK. Mana shu zip papkangiz oddiy papkaga aylanib chiqadi. Ya'ni joyi kengayadi lekin shunda. Chunki mana bu zipni o'zidan ko'rish, ko'chirish, ko'chirish emas, ko'rish, fayllar ochish qulay emas. Buni albatta o'zini holatiga qaytarib olishingiz kerak. Mana bu arxivlash, ya'ni Telegramdan tashlash iloji borligi va razmer kichrayishi mana shu. Endi ikkalasini farqini tushuntirib beraman sizlarga. Bu uchun alohida mana qilib qo'yganman. RAR bilan zip. Mana ChatGPT beryapti menda ma'lumot. RAR zip bu fayllarni siqish, arxivlash uchun ishlatiladigan formatlar. Asosiy farqlar. Zip papkada eng keng tarqalgan format ekan. Zip deyarli barcha operatsion tizimlar qo'shimcha darsiz ochiladi. Ha, e'tibor bering. Zip qilib kimgadir jo'natsangiz, buni WinRARsiz ham hamma ocha oladi. Tez ishlar ekan, parol qo'yish mumkin, lekin himoyasi nisbatan oddiy. Paroli bo'lishi mumkin, parol qo'yish mumkin boyagi joyda, lekin buzish osonroq bo'lar ekan, siqish darajasi o'rtacha lekin. Endi RAR papka. RAR bo'lsa siqish darajasi yuqori, ya'ni fayl hajmi zipdan ham ko'proq kichrayadi. Buni e'tibor berdik, boya 1.34 qilib berdi, zipda 1.1 edi. Lekin kuchliroq parol. Parol bu yaxshi shifrlanar ekan. Parol qo'ysangiz, RARda keyin arxiv bo'laklarini bo'lish qulay. Keyin ochish uchun odatda WinRAR kabi maxsus dastur kerak. RAR papkani agar zip ochadigan programmangiz bo'lmasa, RARni ocha olmas ekansiz. Zipni hamma ocha olar ekan. Zipga nisbatan biroz sekinroq ekan. Mana farqi, ikkalasi mana solishtirganda oson ochish zipda, RARda emas. Siqish kuchi o'rtacha zipda, RAR yuqoriroq. Parol himoyasi zipda oddiy, RAR kuchli. Maxsus dastur zipda kerak emas, RARda kerak. Mana o'zingiz uchun nima farqi bor, qaysini tanlash kerak deysiz. Endi qaysi birini tanlash kerak? Mana zip tez va hammaga yuborish uchun, RAR hajmni maksimal kichraytirish va himoya uchun. Sizga qaysi biri kerak bo'lsa tanlashingiz mumkin. Bu ikkalasini farqi edi. Endi sizlarga rasmni ham faylini kichraytirishni tushuntirib beraman. TinyJPEG degan saytga kirib ko'rsataman. Google'ga kirasiz, TinyJPEG deb mana kiraman. tinyjpeg.com sayti ekan. Mana shu yerga kirib, mana rasm yuklab berishingiz kerak. Menda qanaqa rasm bor? Misol uchun, mana shu yerga mana bu o'rtaga knopkani bosasiz, rasmni ko'rsatasiz. Masalan, kattaroq rasm. Mana raspchani ham bor ekan, dars jadvali degan. Shuni открыть qilaman, mana shu yerga beraman. Kompress ketdi. Mana bu o'zi dars jadvali JPEG rasmi 90 kilobayt degan. Mana bu format 78 megabayt qilib berdi. Ya'ni 13% kichraytirib berdi. O'zi kichkina JPEG format bo'lgani uchun. Agar kattaroq, tiniqroq, kasviyroq bo'lganda, juda ham bir 50%, 40% gacha hajmni kichraytirish mumkin edi. Lekin bunaqa formatlar, bunaqa fayllarda, saytlarda kichraytirganingizda format o'zgarmagani uchun juda ham katta o'zgarish bo'lib ketmaydi. Ani zipga o'xshab 5-6 barobar kichrayib ketmaydi. 90 kilobayt 78 kilobayt qilib berdi. Mana downloadni bosadi. Mana shunda o'zgartirishga bo'ladi. Mana hozirgi rasm mana skachат bo'ldi. Hech qanaqa bu saytda registratsiya kerak emas. Nima deydi? Pulli emas, tekin to'liq va e'tibor bering, WebP, PNG, JPEG fayllari kichraytirib berar ekan. Mana birdan 20 ta fayl yuklash mumkin ekan. 5 megabaytdan oshmagan holatda. Mana cheklovlarni yozib qo'yibdi. Yaxshi sayt ekan, menga yoqdi. tinyjpeg.com. Xo'p, bizda reja bo'yicha yana nimalarimiz bor? PNG va JPEG formatini tushuntirib berishim kerak sizlarga. Bu rasm bilan ishlaganda e'tibor bering. Siz rasmni qayerdadir masalan Canva'dami, Photoshop'dami istalgan rasm o'zgartiradigan programmada ishlaganingizda uni qanaqa qilib eksport qilib olish, qaysi faylni chiqarib olish kerak degan savol keladi. Siz tanlashingiz kerak shunda, yo PNG yo JPEG misol uchun eng keng tarqalganlar. PNGni tanlasanglar rasm sifati maksimal saqlanib qoladi, lekin razmer katta bo'ladi. Bitta oddiy rasm, men YouTube uchun, obloshka uchun yarataman o'zim. Agar PNG qilib saqlab olsam, bu 5-6 megabayt bo'ladi. JPEG formatda saqlab qolsam, JPEGda yaxshi siqadi va joy kichkinaroq bo'ladi, lekin sifat unchalik siz ko'zingiz sezadigan darajada yo'qotilmaydi. Albatta PNG tiniqroq JPEGdan, lekin JPEG hajmni juda ham zo'r kichraytirib beradi. JPEGda olgan rasmim xuddi shu rasmni JPEG qilib olsam 300 kilobayt bo'ladi. Ya'ni 15 barobar hajm kichkinaroq. 15 ta JPEG rasmni bitta PNG rasmni bir xil joy egallaydi.
Shuning uchun ham YouTube'ga qo'yadigan obloshkalarga JPEG formatda olib, keyin qo'yiladi. Chunki YouTube 300 kilobaytdan katta rasmlarni obloshka uchun olmaydi, cheklov bor. Shunaqa cheklovlar bo'lsa, kichik hajmli rasmlar so'rasa, siz albatta rasmlaringizni JPEG formatda olishingiz kerak. PNG emas. PNG tiniq maksimal, lekin joy katta oladi. Siz buni konverter maxsus dasturlar bor, fayl formatlarini o'zgartiradigan. Shu orqali PNGni JPEGga o'zgartirsanglar, avtomatik hajm kichrayib ketadi. Lekin qaytsa juda ham yo'qotilmaydi. JPEG sifatli, yaxshi. Ko'zga sezilmaydi unchalik. Konverterlardan yana video formatlarini o'zgartirsanglar ham, videolarda ham shunaqa bo'ladi. Masalan, MOV formati kачественнее tiniqroq bo'lishi mumkin. MPEG-4 misol uchun aytyapman, qaysi biri hozir точно anaqam yo'q, infoim yo'q, lekin qaysidir biri sifatliroq, lekin razmeri katta bo'ladi videolarda. Qaysidir birida video sifatsizroq, lekin hajm kichkina bo'ladi. Shunaqa holatda siz hajmdan yutmoqchi bo'lsangiz, sifatdan yo'qotib, boshqa formatga o'tkazasiz. Shu orqali muammolaringizni hal qilsangiz bo'ladi. Agar sizda video montaj bilan ishlar maksimal darajada bo'lsa, o'zini formatlari bor, siqmaydigan, lekin juda katta razmerlar egallaydi. Ho'p, menimcha shu yerda yakunlasak bo'ladi. Boya tushuntirib, darsni boshida tushuntirib berdim. Agar PDF formatdagi faylni kichraytirish bo'lsa, sizni maqsadi shu uchun videoga kirib qolgan bo'lsangiz, Google YouTube'ga kirib, PDF hajmini kichraytirish deb yozing, 18 000 prosmotrli o'zim videoyim chiqadi. Shunda to'liq PDF kichraytirishni ham tushuntirganman. Endi agar sizga video foydali bo'lgan bo'lsa, Telegramga kirasiz. Bahodirjon Mullajonov deb qidiringlar. Qattiq X bilan ostki chiziqcha qo'yasiz o'rtasiga. Mana 2406 ta odam bor mana bu rasmda. Shu kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. ITning eng qaymoqli joylari shu yerda. Siz uchun juda ham foydali bo'lishi kafolatlangan o'zimni shaxsiy kanalim. Hammaga rahmat videoni oxirigacha ko'rganinglar uchun. Sog' salomat bo'linglar.